Assalomu alaykum. Ishlab chiqarish boshlayotganda joy masalasida shoshilmang. Boshlayotgan ishlab chiqarishingiz katta bo'lmasa, qo'shnilarga ziyon yetmaydigan bo'lsa, birinchi uyda ishlab chiqarib ko'ring. Hovlingiz bo'lsa, bo'sh turgan xonalar, hovli, podvaldan maksimal darajada foydalaning. Ofis ham kerak emas. Boshlanishiga uyingiz ofis bo'lib tursin. Shunda arenda to'lamaysiz yoki joy sotib olmaysiz. Hali yurib ketmagan biznesga katta xarajat qilmang. Hujjat masalasida uyda hunarmand qilsangiz bo'ladi, YTT qilsangiz bo'ladi yoki oilaviy tadbirkorlik. Bularga to'lov, naloglar kam, buxgalter ham kerak emas. Ishchilarga ovqatni uydagina tayyorlab berishadi. 24 soat nazoratingizda bo'ladi. Yo'l kira ham ishlatmaysiz. Faqat ilojini qilsangiz, kirish eshigini alohida qiling. Ishchilar uydagilar bilan to'qnash kelmagani ma'qul. Shu bilan siz joy masalasini eng kam xarajat bilan hal qilgan bo'lasiz. Keyinroq ishlab chiqarishingiz rivojlanib ketsa, kattaroq joyga harakatini qilaverasiz. Eng muhimi, harakatdan to'xtamang. Nimaiki harakatdan to'xtasa, chirishga qarab ketadi. Salomat bo'ling.